Orient brendidan limitirovniy modellarini bugun obzor qilamiz. 75 yillik munosabat bilan 2025-yilda yangi modellarini chiqargan Orient Bambino Nabucco remeshokda limited edition mexanik avtopodzavod. Undan tashqari 2025-yilda chiqarilgan yangi Orient Bambino Salmon kolleksiyasidan 5,5 mingta dona chiqarilgan. 2025-yilda Orient 75 yoshga to'lgan. Shu munosabat bilan chiroyli modellarini chiqargan. Remeshok наличиеda, jigarrang yana qo'shimcha bo'ladi. Полный komplekt korobka dokumentlar bilan qilib beramiz. Do'konimiz Rakat mahallada joylashgan. Orientir Moskovskaya pitsa. Mana model $400. Orient Bambino hafta kuni bor. Lunniy fazasi. Orient Bambinoni o'zi $315 chiqibdi. Juda ham chiroyli model. Ulgurib qolinglar. Soni kam. Limited editionlardan такой yangi release